Salam dostlar, bugünkü videoda biz mana shu dachani sotib oldik. Endi shu dachan ichida mazza qilib dam olamiz. Bo'lmasa ketdik. Mana bunda PlayStation bor va tepada yotoqxona. Mazza qilib ketgan. Men qornim och, shuncha ovqatlanishim kerak. Menimcha tepadagi xonada ovqat bor. Kirib ko'rish kerak. Mana sindiqlarda ovqat bo'lishi mumkin. Mana pechenye olamiz. Uzoqlardan charchab kelyapman. To'g'rimi, Eliza? Ovqatlandik. Xo'sh, aytganday, siz mana bu qiz bilan tanishmadingiz. Sekli, bu mening singlim Eliza. Tanishing. Salom do'stlar hammaga. Mening ismim Eliza va birga video. Do'stlar, endi bizlar dachani obzor qilamiz. Xo'sh, nimalar bor ekan? Sandiqlar. Xo'sh, menimcha bu yerda yotoqxona, kechqurun yotganim. Mana bu yerda PlayStation o'ynaymiz. Xo'sh do'stlar, aylandik. Xo'sh, tepada nima bor ekan? Tepaga ham chiqib ko'rdik. Mana balkon bu yer. Mana shu yerdan hamma yoqni ko'rsa bo'ladi. Bo'ldi do'stlar. Xo'sh, bizda nimalar? Nima? Do'stlar, arvohmi? Do'stlar, ana nima edi? Xo'sh, nima edi? Do'stlar, u nima edi? Qo'rqib ketdim, nima edi? Eliza? Sen tashqarida emasmiding? U yerda bir nima bor edi. Menimcha ko'p charchabman shekilli. Xo'sh. Bo'ldi, menimcha dam olishim kerak. Charchab. Qo'yma. Nima u? Nima edi do'stlar? Medu. Do'stlar, medu qo'rqib ketdim. Mayli. Menimcha juda ham qattiq charchyapman shekilli. Biroz dam olmasam bo'lmaydi. Shu qayerda? Mana shu yerda biroz dam olamiz. Eliza, bu yerga kel. Mana bu yerda dam olamiz biroz. Seni o'ldiraman. Nima ovoz edi u do'stlar? Yana o'sha. Nima edi do'stlar? Dachada nimadir yuribdi. Nima yuribdi? Eliza, sen ham ko'rdingmi? Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Tong otishi bilan bu yerdan tezroq ketamiz. Do'stlar, bo'ldi. Menimcha uxlab olishimiz kerak. Mana uxlab olamiz. Eliza, sen ham kel, uxlab olamiz. Hozir. Do'stlar, mana tong ham otdi. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak, chunki boyagi arvoh bizni ta'qib qilyapti. Xo'sh, narsalarni yig'ishtirishimiz kerak tezroq. Yana arvoh kelmasidan. Xo'sh. Do'stlar.
Charchab ketdim. Tezroq ketishimiz kerak edi bu yerdan. Va yana bitta tun bo'lyapti. Va mayli. Mana shu tunni ham o'tirib yuborib, keyin ketamiz. Charchab ketdim. Sandiqda ovqatlar ham bor. Tezroq nonushta ham yeb olishimiz kerak. La'nati. Bu yerdan tezroq ketmasak bo'lmaydi do'stlar. Tezroq to'ng'isa ketardik. Do'stlar, mana unda pechka ham bor ekan. Olamiz. Ovqat. La'nati arvoh bizni haligacha ta'qib qilyapti. Yana 5-6 girmabsizlar. Bu do'stlar, biz pastga tushaylik, mayli. Xo'sh, mana bu yerda ham sandiqlar bor. Narsalar bor ekan. Ular tepadan ovoz kelyaptimi? Ular tepadan ovoz kelyapti. Tezroq tepaga chiqib ko'rishimiz kerak. Tepada ovoz kelyapti. Mencha o'sha yerga chiqib ko'rishimiz kerak. Eliza nima bo'lyapti? Hech kim yo'q-ku. La'nati. Kimdir biz bilan hazillashyapti. Menimcha mana bu arvoh bizni asabimizga tegyapti. Tezroq bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Tezroq uxlash kerak. La'nati. Do'stlar. Voy la'nati. Ana yerda ham yurtdi. Voy la'nati. Bu yaramas bizni ta'qib qilyapti. Tezroq quyosh otishini kutishimiz kerak. La'nati. Yaramas. Mana ko'ray. Qaraylikchi do'stlar mana. Voy la'nat yo'qolibdi. Yaramas bizni ta'qib qilyapti. Voy yaramas. Bilmadim. Yaramas. Men ko'chadan kelgan bo'lmishmi? Bizani dachamizni olib kiribmiz. La'nati bizani ta'qib qiladi. Voy la'nati. Peshonni oylanib ko'ramizmi? Ha, yura ko'chaga chiqib ko'rishimiz kerak. Xo'sh. Mana bu yerlardan yaxshi. La'nat. Sen nima qilyapsan bu yerda? Qoch. Mana tashqarida hech narsa yo'q. La'nati. Tezroq tong otishi bilan bu yerdan ketishimiz kerak. Do'stlar, endi Eliza qayerga ketdi? Uni ham topishimiz kerak. Eliza kattasi. Mana bu yerda. Hozir boryapman. Mana shu yerdamiz. Voy la'nati. Ana bu yerda. Voy la'nati. Voy la'nati yana paydo bo'ldi. Do'stlar, voy la'nati, bu biz yonimizga yaqinlashyapti. Voy la'nati, voy boshim, voy boshim. Voy Eliza, nima bo'ldi? Sen hushingdan ketib qolding. Tezroq bu yerdan ketishimiz zarur. Hozir narsalar olishimiz kerak. Tezroq sandiqdan nima bo'lsa olishimiz kerak. Bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Ana arvoh bizni haligacha ta'qib qilaveradi bo'lmasa. Hamma narsani yig'ishtiramiz, bo'ldingiz. Mana ovqatlarni ham do'stlar, tezroq olishimiz kerak narsalarni. Tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Bo'ldi, hamma narsa qolaversin shu joyda. Ketdik. Bu yerda men boshqa chidolmayman. Tezroq ketishimiz kerak. Bu la'nat bo'lmasa bizlarni haligacha ta'qib qiladi. Tezroq ketdik. Tezroq pastga tush. Eshikni yopa. Bo'ldi, bu yerdan ketdik. Voy la'nati.